Hop, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, ustozlar, o'quvchilar. Bugun va'da qilgandik, dissotsialanish darajasi va dissotsialanish konstantasi degan mavzuni onlayn qilib o'tib beramiz degandik. Hop, shuni video dars qilib tashlab qo'yishga qaror qildik, ya'ni gruppaga, kanalga joylashga. Hop, birinchi gaplashadigan mavzuyimiz dissotsialanish darajasi. Dissotsialanish darajasini biz alfa deb belgilab olamiz. Alfa. Hop, uni hisob-kitobi qanaqa bo'ladi? Ya'ni misollarni qanaqa ishlaymiz? Buning uchun birinchi o'rinda dissotsialanish darajasiga ta'rif berib olishimiz kerak. Ya'ni aynan dissotsialanish darajasiga oid formulani keltirib chiqarib olamiz degan. Xo'p, dissotsialanish darajasi nima? Dissotsialanish darajasi ya'ni alfa dissotsialangan molekulalar n bilan belgilayapmiz. Umumiy molekulalarga nisbati. Shuni biz dissotsialanish darajasi deymiz. Agar foizda hisoblamoqchi bo'lsak, chiqqan natijaga yuzaga qaytaramiz. Demak, bu formula bo'yicha hisoblaganimizda dissotsialanish darajasi ulushga chiqadi. Misol uchun 0.4 chiqadi, foizda hisoblamoqchi bo'lsak, uni 40%. Foizga yutib olishni bilamiz, yuzaga qaytarib qo'yilaveradi. Demak, bu yerda n, kichkina n nima? Dissotsialangan molekulalar. Katta n nima? Katta n bu umumiy molekulalar. Demak, biz dissotsialangan molekulalarni umumiy molekulalarga bo'lsak, dissotsialanish darajasi, ya'ni alfa kelib chiqadi. Yana aytyapman, agar mabodo foizda hisoblash kerak bo'lsa, yuzaga qaytarib qo'yilaveradi. Bu bitta formula, ya'ni o'sha ta'rif bo'yicha keltirib chiqarilgan formula. Lekin aynan biz formula bo'yicha hisoblashimiz shart emas. Agar proporsiya hisoblash qulayroq bo'lsa, proporsiya bo'yicha ishlasak ham bo'laveradi. Unda qanaqa bo'ladi? Umumiy molekulalarni biz 100% deb olamiz. Dissotsialangan molekulalarni dissotsialanish darajasi, ya'ni alfaga to'g'ri keladi deb hisoblaymizda proporsiya qilamiz. Misol uchun aytaylik, umumiy molekulalarni berib, dissotsialangan molekulalarni berib, foiz so'rashi mumkin ba'zida misollarda. Yoki ba'zida umumiy molekulalarni berib, dissotsialanish darajasini berib, dissotsialangan molekulalar so'rashi mumkin. Yoki ba'zida dissotsialangan molekulalarni berib, dissotsialanish darajasini berib 100%, ya'ni umumiy molekulalarni hisoblashimiz mumkin. Ya'ni bu misolda shartga qarab ketaveradi. Endi shu ikkita formulani yaxshilab ishlatishni bilishimiz kerak, dissotsialanish darajasiga oid misollarni ishlash uchun. Xo'p, biz endi kanalga maxsus test tayyorladik, ya'ni dissotsialanish darajasi va konstantasiga oid. Buni video darsdan pastiga kanalga joylab ham qo'yamiz. Bemalol ishlab, bilimingizni oshirib ko'rishingiz ham mumkin. Xo'p, o'sha joylaydigan misolimizdan ikkinchi misol. Xo'p, savol nima deyapti? Savolda 2 molarli kislota eritmasida 1,5 molarli elektrolit dissotsiyalangan bo'lsa, dissotsiyalanish darajasini toping. Ya'ni biz alfani topishimiz kerak. Nima deyapti? 2 molarli elektrolit umumiy konsentratsiyasini beryapti. Ya'ni umumiy berilyapti 2 molarli. Dissotsiyalangani berilyapti, ya'ni kichkina n berilyapti formulamizda 1,5 molarli va dissotsiyalanish darajasi so'rayapti. Ikki xil usulda ishlaymiz har bitta misolda. Demak, ikkinchi misolda birinchi usul, ya'ni formula bo'yicha hisoblaymiz. Biz nima qilamiz? Alfani topish uchun dissotsiyalangan molekulalarni umumiyga bo'lamiz. Dissotsiyalangan molekulalar 1,5 molarli, umumiy molekulalar 2 molarli. Dissotsiyalanish darajasini topish uchun dissotsiyalanganni umumiyga bo'lamiz. 1,5 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 0,75. Mabodo javobda foizda so'ragan bo'lsa, 75% ga to'g'ri keladi. Ikkinchi usul, bu ham nima deydi? Formula bo'yicha hisoblash. Ikkinchi usul proporsiya bo'yicha hisoblab qo'yishlar bo'ladi. Nima uchun nimalar berilib, nima so'rayotganiga yaxshi e'tibor berishimiz kerak. Bizga berilyapti. Kislotani umumiy konsentratsiyasi berilyapti 2 molarli. Umumiy molekulalarga har doim 100% to'g'ri keladi. Keyin dissotsiyalangan molekulalarni beryapti 1,5 molarli. Biz dissotsiyalash darajasiga x qo'yib proporsiyani hisoblashimiz kerak. Yana qanaqa bo'ladi? Umumiy molekulalar, ya'ni umumiy konsentratsiyasi 2 molar bo'lgan molekularni biz 100% deb olamiz. Dissotsiyalanayotgani 1,5 molarli. Unga dissotsiyalanish darajasi to'g'ri keladi, ya'ni alfa. Proporsiya hisoblasak, 1,5 ni 100 ga qaytaramiz 150, 2 ga bo'lsak 75. Demak, dissotsiyalanish darajasi, ya'ni alfa, bu yerda formulamiz bo'yicha, ya'ni proporsiyamiz bo'yicha alfaga to'g'ri kelishi kerak edi. Alfa 75%. Mabodo ulushni bo'ladigan bo'lsa 0,75. Yoki yana 5-misol.
Buni ham birinchi, ikkinchi usul, ya'ni formula va proporsiya bo'yicha hisoblaymiz. Nima deyapti? 5-misolda 120 ta molekula tutgan tuz eritmasida, ya'ni 120 ta tuz molekulasi tutgan eritmadan 96 ta tuz molekulasi ionlarga ajraladi. Ionlarga ajralish bu dissotsiyalanish. Demak, xulosa, umumiy molekulalar 120 ta, undan dissotsiyalangani, ya'ni ionlarga ajralayotgani 96 ta. Savol, dissotsiyalanish darajasini toping. Yana hisoblaymiz. Formula bo'yicha alfani topishni nima qilardik? Dissotsiyalangan molekulalarni umumiy molekulalarga bo'lamiz. Dissotsiyalangan molekulalar soni 96 ta, umumiy molekulalar soni 120 ta. 96 ni 120 ga bo'ladigan bo'lsak 0,8. Foizni hisoblaydigan bo'lsak 80% ga to'g'ri keladi. Bu proporsiya, formula bo'yicha bu hisoblash. Ikkinchi holat proporsiya. Unda nima bor? Umumiy molekulalar, dissotsiyalanmagan molekulalar alfa va 100%. Shu formulaga qo'yib qo'yamiz. Nimalar berib, nima so'rayotganiga e'tibor bersak bo'ldi. Bizga berilyapti. 120 ta tuz molekulasi berilgan. Bu umumiy. Umumiyni biz necha foizga olamiz? 100%. Ionlarga ajralayotgani 90%, 96 ta. 96 ta tuz molekulasi ionlarga ajraladi. O'sha 96 ta ionlarga ajralayotgan tuz molekulasi umumiy tuz molekulasi necha foizga to'g'ri keladi? Shu bizga dissotsiyalash darajasini ko'rsatib beradi. Proporsiya qilamiz. Ko'paytirsak 9600, 120 ga bo'lsak 80. Bu foizda. Mabodo ulushda hisoblash kerak bo'lsa 80, 0,8. Yoki savol o'zgarishi mumkin. Boshqacharoq holatda misollar berish mumkin. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsa, aynan dissotsiyalangan molekulalar bilan umumiy molekulalarni berib, dissotsiyalash darajasini so'rab beradi har safar. Bizga alfani berib, umumiy berib, dissotsiyalanganini so'rab qo'yish mumkin. Yoki dissotsiyalanganini berib, alfani berib, umumiy so'rab qo'yish mumkin. Buning uchun formula keltirib chiqarib hisoblashimiz kerak. Xo'p, 9-misolga qaraydigan bo'lsak, birinchi formula bo'yicha ishlaymiz. O'sha ishlayotgan tartibimiz bo'yicha. Dissotsiyalash darajasi 50% ga teng bo'lsa, 200 ta tuz molekulasidan nechtasi ionlarga ajralgan? Demak, bizda nima bor? Dissotsiyalash darajasi bor 50%, umumiy tuz molekulalari bor 200 ta. Demak, bizda alfa bor, keyin dissotsiyalash umumiy molekulalar bor. Biz n ni topishimiz kerak, ya'ni dissotsiyalangan molekulalarni. Formula keltirib chiqariladigan bo'lsa, n ni topish uchun alfani ma'nosi ko'paytiriladi. Ya'ni dissotsiyalash darajasini biz umumiy molekulalarga ko'paytirishimiz kerak. Dissotsiyalash darajasi 50%, lekin ulushda qo'yamiz bu yerda, ulushda 0,5. Umumiy molekulalar 200 ta. Ko'paytirsak 100 ta. Demak, 200 ta molekuladan 100 tasi yo'llarga ajralgan. To'g'ri, endi bu oddiyga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin qolgan seriylarni hisoblab qo'ysak yaxshi. Ikkinchi usul proporsiya bo'yicha hisoblaymiz. Bizda nima bor? Bizda umumiy molekulalar bor 200 ta, dissotsiyalash darajasi bor 50%. Dissotsiyalangan molekulalarni topishimiz kerak. Bilamiz, umumiy molekulalarga 100% to'g'ri keladi. Ya'ni 200 ta tuz molekulasini biz 100% deb olsak, savol sharti bo'yicha undan 50% ionlarga ajralgan. Nechtasiga to'g'ri keladi? Proporsiya qilamiz. 100 ta. Yoki yana aytishimiz mumkin. Savolda o'qiydigan bo'lsak, 13-misol. 13-misol. Buni ham birinchi, ikkinchi usul, ya'ni proporsiya va formula bo'yicha hisoblaymiz. Aytyapti, 200 ta molekula ionlarga ajralish uchun. Bu degani 200 ta molekula ionlarga ajralsin degani, dissotsiyalangan molekulalar 200 ta bo'lsin. Yoki formulamizdagi ona kichkina n 200 ta bo'lsin degani. Savol, umumiy tuz molekulalarini sonini toping. Ya'ni suvda eritilgan tuz molekulalarini sonini toping. Dissotsiyalash darajasi 80%. Demak, bizda formulaga qarasak, kichkina n bor, alfa bor, katta n ni hisoblashimiz kerak. Katta n topishimiz uchun alfa pastga tushadi. Demak, hisoblaymiz. Formula bo'yicha umumiy tuz molekulalarini topish uchun dissotsiyalangan molekulalarni biz alfaga bo'lamiz. Dissotsiyalangan molekulalar 200 ta, dissotsiyalash darajasi 80%. Formula bo'yicha hisoblaganda alfa ulushda bo'ladi. 80% ulushda hisoblaydigan bo'lsak 0,8. 200 0,8 ga bo'ladigan bo'lsak 250. Ya'ni umumiy tuz molekulalari 250 ta bo'lishi kerak degani bu. Yoki proporsiya. Proporsiya qaysi tomonda qulay? Nimaga? Hamma narsa aniq bo'ladi, joyiga qo'yib noma'lumni x qilib hisoblab qo'yishadi bo'ladi. Demak,
Bizga berilyapti. Distorsiyalangan molekulalar berilyapti. Distorsiyalarning darajasi berilyapti. Umumiy so'ralyapti. Ya'ni 100% ni hisoblashimiz kerak. Distorsiyalangan molekulalar 200 ta. 200 ta molekula distorsiyalangan. Bu necha foizga to'g'ri keladi desa 80%. Chunki distorsiyalangan darajasi 80% misol sifatida berilyapti-da. Biz umumiy hisoblab qo'yishimiz kerak. 100% qanchaga to'g'ri keladi? Ko'paytiramiz. 200 ni 100 ga ko'paytirsak 20 ming. Shunaqami? 80 ga bo'ladigan bo'lsak 200 ga. Demak, suvda eritilishi kerak bo'lgan tuz molekulalari 250 ta. Shu singari, demak, distorsiyalangan darajasiga oid misollar beriladigan bo'lsa, demak, biz ikkita holat bo'yicha hisoblashimiz mumkin. Qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha bo'yicha hisoblayverasiz. Umumiy formula bo'yicha hisoblamoqchi bo'lsanglar, alfani topish uchun distorsiyalangan molekulalarni umumiy molekulalarga bo'lamiz. Proporsiya bo'yicha hisoblamoqchi bo'lsanglar, umumiy molekulalarni 100%, distorsiyalanganiga distorsiyalangan darajasi to'g'ri keladi deb proporsiya qilamiz. Demak, xuddi shu holat. Bu testlarni biz kanalga joylaymiz. Video tagida, ya'ni pastiga joylanadi. Ishlab hisoblab qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Xo'p,